Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekiston fuqarolariga ajoyib yangilik. O'zbek fuqarolariga yangi yilga 1 million so'mdan bayram tuhfasi beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekiston Respublikasida fuqarolarga isitish mavsumida ehtiyojmand oilalarga 1 million so'm miqdorida bir martalik yordam puli beriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 5-apreldagi 134-sonli qaroriga muvofiq noyabr oyida har bir ehtiyojmand oilalar uchun 1 million so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam pullari beriladi deyiladi xabarda. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi ogohlantirdi. Bugun 4-dekabr sanasidan boshlab O'zbekistonning ayrim viloyatlarida boshlanadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet 4-dekabr kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgarib turadi. Ayrim joylarda yog'ingarchiliklar bo'ladi. Havo harorati kechasi 2-4 daraja iliq, kunduzi 9-11 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida kechasi va ertalab ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 8-3 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga biroz yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ayrim joylarga yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor, ba'zi joylarda esa tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi deyilgan xabarda.